Qudusning afsonaviy qiroli Balvin to'rtinchining qabri qayerda? 1185-yilda Balvin Mahodan vafot etgandan so'ng uni Church of the Holy Sepulchre'ga dafn etishadi. Ammo 1808-yilda u yerda katta yong'in chiqadi va keyinchalik Grek Orthodoxlar tomonidan Holy Sepulchre anchayin buzib tashlanadi. Bundan tashqari, hattoki qabr toshlarini ham ular maydalab tashlashadi. Keyingi yillardagi, ya'ni ancha vaqt o'tgandan so'ng qilingan ta'mirlash ishlarida Balvinning qabrini ba'zi bir bo'laklari topiladi, ammo Balvinning suyaklari hanuzgacha noma'lum, ya'ni balki ular Holy Sepulchre'ning eng tag qismlarida bo'lishi mumkin. Lekin hanuzgacha Balvinning o'zini qabri, ya'ni suyaklari hanuzgacha topilmagan. Qudusning afsonaviy qiroli Balvin to'rtinchining qabri qayerda? 1185-yilda Balvin Mahodan vafot etgandan so'ng uni Church of the Holy Sepulchre'ga dafn etishadi. Ammo 1808-yilda u yerda katta yong'in chiqadi va keyinchalik Grek Orthodoxlar tomonidan Holy Sepulchre anchayin buzib tashlanadi. Bundan tashqari, hattoki qabr toshlarini ham ular maydalab tashlashadi. Keyingi yillardagi, ya'ni ancha vaqt o'tgandan so'ng qilingan ta'mirlash ishlarida Balvinning qabrini ba'zi bir bo'laklari topiladi, ammo Balvinning suyaklari hanuzgacha noma'lum, ya'ni balki ular Holy Sepulchre'ning eng tag qismlarida bo'lishi mumkin. Lekin hanuzgacha Balvinning o'zini qabri, ya'ni suyaklari hanuzgacha topilmagan. Qudusning afsonaviy qiroli Balvin to'rtinchining qabri qayerda? 1185-yilda Balvin Mahodan vafot etgandan so'ng uni Church of the Holy Sepulchre'ga dafn etishadi. Ammo 1808-yilda u yerda katta yong'in chiqadi va keyinchalik Grek Orthodoxlar tomonidan Holy Sepulchre anchayin buzib tashlanadi. Bundan tashqari, hattoki qabr toshlarini ham ular maydalab tashlashadi. Keyingi yillardagi, ya'ni ancha vaqt o'tgandan so'ng qilingan ta'mirlash ishlarida Balvinning qabrini ba'zi bir bo'laklari topiladi, ammo Balvinning suyaklari hanuzgacha noma'lum, ya'ni balki ular Holy Sepulchre'ning eng tag qismlarida bo'lishi mumkin. Lekin hanuzgacha Balvinning o'zini qabri, ya'ni suyaklari hanuzgacha topilmagan.